Boy akam, srochni shu Nexus'chi borib bosib olmasangiz bo'lmaydi. Nega deng? 2022-yil ishlab chiqarilgan yurgan probegi bor, yo'q 61 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizda 4-paketli gazlari bor. Kraskasini aytasizmi? Kraskasi qalbingiz kabi top-toza. Oppoq rangda. Balonlarni qarang. 15 dyumli saka diskalar taqib qo'yilgan. 15 mikan o'zi? 16 ekan. R16. Xo'p, mashinaning holati yaxshi. 61 ming probegda. Magicar pulti bor ekan. Bo'ldi. 4-paketli metan gaz. Tayyor mashina olasizlar, minasizlar. Shumkasi ham yo'q ekan mana. 1 so'mka puli bilan ekan mana, xudo xolasa. Bu hazil albatta. Xullas, orqa tarafini bitta ko'rib chiqamiz. Boy akam, to'g'risini ayting, bitta videoga like bosmaysizmi? Bosib qo'ying. Shuncha ko'ryapsiz-ku, lekin bitta like uchun arzimaymizmi? Ayting. Bitta bosib qo'ying-da. Joningiz sog' bo'lsin. Bitta mana kalinkasda miyatina qilinadigan joy bor ekan. Qolgan joyi xudo xolasa chotki. Kelasiz, ko'rasiz, zaklatini berasiz, ustingizga ko'rsatasiz. Keyin barakasini berib, oldi-sotdi qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Genga emas, faqat oldi-sotdiga. Mashinamiz kraskasi absolutni toza ekan. Bemalol ustinglar bilan kelib, tekshirib ko'rib olsanglar bo'lar ekan. Egalarining aytishlari bo'yicha. O'zimiz ham tekshirib chiqdik, qo'ldan kelgancha kraskasi toza ekan. Shu mashinamizni sizlar uchun 9600 dollarga qo'yib beramiz. 2022 61 ming probegda. Bosinglar.